Internetda hammani yig'latgan bola shashlik yemaganman degan joyiga hamma shunaqa yig'lab o'zimni tutolmay turdim deb kommentariyalar yozishgan. Shashlik yeganmisiz? Shashlik? Qanaqaligini bilasiz? Shashlikni? Umuman yemaganmisiz shashlik? Nimalar bo'lishini orzu qilasiz uyingiz ichida? Karvat, shkaf. O'zingiz shkafingiz bo'lishini, televizor bo'lsinmi? O'z uyingizda hech televizor bo'lganmi? Kichkina. Kichkina televizor emadi. Bu sinib ham ketibdi-yu. Xudo xolasa kattasidan eng zo'ridan olamiz televizorni. Hattoki yotishga divan, aytibdi, kiyim ilishga shkaflar, unaqa narsalar umuman bo'lmagan. Endi biz uy qurganimizda aynan shunaqa chiroyli uy bo'lib bunyod bo'ladi. Mebellari-yu, televizorlari-yu, texnikalar hamma narsa yangi bo'ladi. Mana endi uyinglar tugaydi, qolmaydi. Biz ishni boshladik. Ha? Changga qaranglar. Ham buziladi. Qara. Uy nima bo'lib ketdi endi? Buzilib ketdi. Endi nima qilamiz? Yangi quramiz. Yangisini quramiz, a? Biz hammamizni hech kimga aytmasdan, bilmasdan qilgan gunohlarimiz bor. Mana shu gunohlarimizni kechirishligi uchun mana shu bolaning duosi bizga zarur. Hammanglar yordam beringlar, Xudo xolasa g'oyibona bu bola duosi bilaman, pardasiz yetib boradi-da, Xudo xolasa. Bizlarga qaraqing, Alloh maslahat qilishga, samashga, shakar, sog'sin, bular ko'p bizdan.